Assalamualaikum o'qituvchi o'quvchilar. Men sizlarga hozir bo'sh vaqtlarimizni qadrlaydigan maqolani o'qib beraman. Bo'sh vaqtlarimizni qadrlaylik. Butun odamlarning o'ziga tushlik vazifasi bo'ldi. Kichiklarning va cho'nglarning o'ziga ayrim vazifasi bo'ldi. Ammo vaqtni qadrlab vazifasini joyida qilish kerak. Ba'zi odamlar vazifasini joyida qilib, yarim soat yoki 1 soat dam olish mumkin. Shu dam olishda fursatdan foydalanib badan va a'zolarini harakatlantirib bersa yoki birga qarab qolsa jismiy sog'lom bo'ladi. Yoki o'zining yaxshi ko'radigan narsasini qilib olsa, shu dam olishdan boshqa ozroq berilmaydi. Hamda cho'ng bo'lgan siri o'zining vaqtini qadrlaydigan bir so'zim yaxshiga maktab o'rnab qoldi. Bu foydali ish. Ammo bo'sh vaqtida ziyon yetkazsa, vaqtni qadrlagandan keyin hayotni taraqqi qilishdan chetlab qo'ydi. Vaziyat tartibchilardan bo'lib qoldi. Yusufcan bolam, bugungi nutqimizning temasi bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishni tashabbus qilishgan. Sizdek va sizning yoshingizdagi yosh o'smirlarning hozir toza bilim oladigan bir davri. Bugungi uchur davrimizda uchur iqimlari va bilim manbalarining soni nihoyatda ko'p bo'lib ketib bordi. Gap bilimni suzib olishda. Qaraydigan bo'lsak, dunyodagi donglik kishilar va natija qozongan kishilarning hayot yo'lida ular vaqtni nihoyatda yaxshi o'rinlashtirgan. Ular qaysi xil bilimni qanday turda elishni nihoyatda yaxshi radga solgan. Qaramoqqa u kishilarning vaqti nihoyatda ko'pdek qiladi. Lekin ularning vaqti ko'p emas. Gap ularning vaqtni yaxshi o'rinlashtira olganligida. Siz bu nutqingizda bir necha xil tavsiyalarni o'tirib qo'yibsiz. Men bularni nihoyatda yoqtirdim. Dam elish bilan o'rganishni yaxshi bir taraf qila olgandilar. Ondan sog'lom hayot va bilim elish maqsadiga yetkili bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir nuqta, psixologlarning qarashicha, shu insonlarning badan tili ma'lum ma'nodan insonlarning psixikalik holati va ruhiy dunyosini aks ettirib berdi ekan. Masalan, badan tili deganda ovoz, ko'z, shu yuz mimiklari, qo'l, putlarning harakatlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Qo'lini keyniga qilib turish, qo'lini yonchiq savilish yoki qo'lini oldiga qilib qo'shtirib turish. Bularning har birisi kishilarga o'xshamagan signallarni berdi deb o'ylaydi ekan. Siz nutqingizni boshlagan vaqtida qo'lingizni keyniga qilibroq turdingiz. Bu holatingiz boshqalarga sizning nihoyatda eg'ir besiq, tamkin yigit ekanligingizdek bir ta'sirini berdi. Lekin yana ma'lum jihatdan qo'lingizni keyniga qilib turishingiz sizning ko'rurmanlar bilan bo'lgan musofangizni biroz yiroqlashtirib qo'ydi deb his qildim. Agar biroz qo'lingizni keyniga qilmay, biroz oldiga engishibroq so'zlagan bo'lsangiz, bu sizning ko'rurmanlar bilan bo'lgan munosib musofangizni texmo yaqinlashtiradi va sizning bu temaga texmo ishtirok qilayotganingizni ifodalaydi deb o'ylayman. Yusufcan, bu nutqingiz nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Talaffuzingizmi shunchalik yaxshi ekan. Ana til bilgan kishining og'zidan ana tilni oltin berib olg'im kelur deb sizning so'zlaringizni fursat bo'lsa yana anglag'im bor. Sizning kelgusida nutq so'zlaganda texmo jonliq, hissiyotliq ovozda so'zlashni o'zingizga nishon qilib, kelgusida cho'qim bir muvaffaqiyat qozongan notiq bo'lib chiqadig'ingizga ishonaman. Yo'lingiz ochiq bo'lsin, sizga omadlar tilayman.